2023-yil 12-oyda ishlab chiqarilgan zavodskiy propanli ko'k rangli portierimizni qisqacha ko'rib o'tamiz. Mashinaning tashqi ko'rinishi yaxshi holatda, avariya bo'lmagan, but-butun. Mashinani orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, videoda ko'rishingiz mumkin, deyarli ishlatilmagan, top-toza holatda bortlari. Mashinaning balon qismlari ham yaxshi holatda, almashtirishga hojat yo'q. Zanglagan, chirgan joylari yo'q. Top-toza holatda. 2023-yil 12-oy berka, aytib o'tganimdek, mashinaning salon qismi maslni yaxshi holatda, chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Videoda o'zingiz bemalol ko'rishingiz mumkin. Mashinaning ichki funksiyalariga o'tadigan bo'lsak, sidenyalar isiydi, rollari qiziydi, avtomatik ochilib yopiladigan bokovoylar, klimat kontrol bor va mexanika Euro 6. Mashinaning motor qismini ko'ramiz. Ko'rib turganingizda yaxshi holatda. Va zavoddan bergan mana bunaqa qo'shimcha narsalari o'z bilan turibdi. Hop, mashina atiga 1880 km masofani bosib o'tgan. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Buni O'zbekistonga 30 kundan 45 kun davomida yetkazib beramiz. Hammadan ham eng qiziqarli joyi bu mashinaning narxi O'zbekistonga $14,200 ga yetkazib beramiz. Rassom oshkasi alohida chiqadi.